Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Mana bugun navbatdagi qo'ramizni yana bittasini yukladik inshaalloh. O'z egalari olib ketish jarayonlaridalar. Mana bitta katak, bitta qo'ra. Qo'ramiz 1,5 metrga 1,40, ikkitalik zavodskiy materialdan bo'lgan, pollari sasna, toza rossiyskiy qarag'ay. Oxirlari chuqur holatda, materiallari ham zavodskiy material, ozgina qorong'ilik qilyapti. Mashinamizdan yoritib qo'ydik. Katagimizni ham yukladik. Katagimizni razmerlari 180 ga 90 bo'lgan. O'ta cho'tki holatda. Bu ham zavodskiy material, setkalari ham eng qalini bo'lgan. Tagida falgalari bor, issiq o'tmasligi uchun. Tagi qismlari ham setka. Bu yer yemxonasi, don soladigan joyi. Kimga xizmatlar kerak bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Pastda telefon raqamlarimiz bor. Bu katagimiz Norin tumani Cho'ja qishlog'iga bo'ldi. Mana o'ramiz bilan katagimiz. Yaxshi xizmat qilsa, barchaga rahmat.